qachonki biz jabrdiyda pozitsiyasidan chiqib, hayotimizni, holatimizni adekvat baholab, hech kimni aybdor qilmasdan, o'zimizni ayblamasdan, shunchaki unga yechim izlashni boshlaganimizda, yechim esa o'z-o'zidan keladi. Ya'ni ustozlar keladi, kerakli darslar keladi, biz uchun foydali bo'lgan yo'llar albatta ochiladi. Va mana shu yerda nima sodir bo'ladi? Bizda garmonik munosabat shakllanadi. Garmoniyada yashashni boshlaymiz. Avvalambor o'zimiz bilan. Ichimizda garmoniya sodir bo'lsa, inson o'zi bilan o'zi garmoniyada bo'lsa agar, u atrofi bilan, atrofdagi insonlari bilan, eri bilan, bolalari bilan, qo'shnisi bilan, deylik o'sha hamkasblari bilan, hamma bilan garmonik munosabatga keladi. Ya'ni bu yerda mas'uliyatni birovning bo'yniga ilib qo'yish emas, balki mas'uliyatni o'z bo'yniga olib harakat qilish oqibatida inson ichki garmoniyaga keladi. Shuning uchun ham bir narsani to'g'ri tushunishingizni istayman. O'zingizga yordam berishni istamaganingizgacha sizga hech kim yordam bermaydi. Hech kim siz uchun javobgar emas. Mas'uliyatni birovning bo'yniga aslo yuklamang.